Ana endi aziz do'stlar, 5-qadamimizga yetib keldik. Ko'chat yoki niholchalarda qanday ekiladi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda ko'chatga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'chatni ekish vaqti kuzda hamda bahorda bo'lishi mumkin. Kuzda ekilayotganda pavloniya barglarini to'kkandan so'ng ko'chatlarni ko'chirib olinadi, imkon bo'lsa dorilanadi, iloji boricha dorilashga harakat qilinglar. Chunki kuzda ekilgan ko'chatlar agar dorilanmasdan ekiladigan bo'lsa, ko'chirayotgan paytida tomiriga shikast yetadi. Shikast yetgan holatida ekilsa, uni ko'chat uyquga ketgan bo'ladi, o'zini o'zi himoya qilmaydida, bahorga borguncha haligi shikast yetgan joydan sekin chirib ketishi mumkin. Shuning uchun kuzda ekilayotgan pavloniyalarda imkon boricha dorilab keyin ekilgan ma'qul. Shunda tomirlari chirib, bahorda pateriyalar bo'lmaydi. Va yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Kuzda ko'chirilgan ko'chatda kechasi masalan bargini qachon to'kadi? Bitta qirov tushgandan keyin bargini to'kadi. Ana undan keyin ko'chirdingiz pavloniyalarni, kechasi oyozda qolib ketdi. Kechasi agar sovuq bo'lib, pavloniyani tomiri muzlagan bo'lsa, deyarli yo pavloniyalar quriydi, o'sha chirib ketadi tomiri, yoki sekin o'sadigan bo'lib, haligi nima bo'ladi? Nimasi bo'ladi haligi? Yaxshi zo'r o'smaydigan, erkin bo'lmay qoladi, bitta kaltaga olgan bo'ladi. O'shuning uchun o'sha ko'chirgan paytda kuzda sovuqdan imkon boricha ehtiyot qilinglar. Agar dalalarda ko'chirgan bo'lsalaringiz, ustiga bitta joyga to'plab turib, ustiga sintifon yopasizlar. Sintifon uchib ketmasligi uchun uning ustidan yana salafan yopiladi. Salafan yopilgandan keyin atrofini havo kirmaydigan qilib iloji boricha turpoqda ko'mib qo'yiladi. Dala sharoitida. Bu ham -4, -5-10 gradus paytlarda unaqa qilmaslik kerak. -5 yo 4, 3, 2 shunaqa yo -1 gradus bo'layotgan paytda, xullas -5 gradus sovuqdan past bo'layotgan paytda o'shuna qilib saqlab olsa bo'ladi. Lekin -5 gradusdan balandda o'shuna qilgan taqdiringizda ham pavloniyani tomiri so'qatib qolish, muzlab qolish ehtimoli bor. Muzlagandan keyin o'sha chirishga moyilligi kuchli bo'ladi, tez chirib ketishi mumkin. O'shuning uchun kuzda ekilayotgan ko'chatlarda tomiri muzlab qolishdan nihoyatda ehtiyot qilinglar. Endi bahorda ham masalan erta ko'chirildi deylik, kechasi muzlama bo'lyapti. Shu paytda ham shunaqa ehtiyotini qilganimiz yaxshi. Ana endi aziz do'stlar, pavloniya ko'chatini ekishda haligi oldingi videoda e'tibor berganingizdaqa tayyorlanadi joylar, 70 lik agat olinadi va qanaqa qilib ekilishini videoni davomida sizga qo'yib o'tamiz. Ko'chat qanaqa qilib ekiladi. Ana endi 1 yoshli ko'chatlarni ekayotgan paytingizda dalani sug'arib olib, yerni sug'arib olib ekishni hojati yo'q. Prosta yerda tayyorlanadi, ekib qo'yilaveradi. Ekilgandan keyin agar kun issiq bo'ladigan bo'lsa, bahorda sug'ariladi. Kuzda ekilsa sug'arilmaydi. Kuzda shuni ekib qo'yaverasiz, o'sha bahor kelguncha kutasiz. Bahorda amal kelayotgan paytida bitta sug'arasiz. Shun bilan yerni chanqashiga qarab sug'arib ketilaveradi. Videorolikni ko'rib borsalaringiz, yer qachon chanqagan, qachon sug'arish kerak, chanqagandan qattan bilsa bo'ladi. Shular to'g'risida ham gapirib o'tamiz. Shuning uchun demak aziz do'stlar, kuzda ekilgan ko'chatlarni sug'armas ekanmiz, 1 yoshli ko'chatlarni. Bahorda ekilganlarni ham ekilgandan keyin agar yer quruq bo'lsa sug'aramiz, bo'lmasa sug'armay turamiz yerlar chanqaguncha. Ana endi aziz do'stlar, niholchani qachon ekiladi? Ko'chatlarni qachondan qachongacha ekish kerak? Bu to'g'risida ham aytib o'tay. Ko'chatlarni kuz paytida bargini to'kkandan boshlab yer muzlagungacha, kunduzi ham muz bo'ladigan paytgacha eksa bo'laveradi. Kunduzi ham muzlama bo'lib, o'sha muzdan tushmayapti, ekib bo'lmaydi, to'xtatamiz. Endi bahorda yer muzdan qo'yivordi. Yerlar o'sha bo'shadi. Bo'shadi. Muzlama bo'lgani yo'q. Endi yerda tayyorlab 1 yoshli ko'chatlarni ekaveramiz. Qachongacha? 1 va 5-aprelgacha ekkanimiz yaxshi. Undan u yog'iga ko'chatlarimiz ko'klab ketgan bo'ladi. Sal o'rnashi qiyin bo'ladi. Undan niholcha ekkanimiz yaxshi. Demak, ko'chatlarni
bir yoshli ko'chatlarni qachon ekish kerakligini ham bilib oldik. Ana endi aziz do'stlar, niholchalarni qachon ekishimiz kerak? Demak, 1-apreldan niholchalarni eksa bo'ladi, lekin odatda 9-10 aprel kunlari bitta qattiq sovuq bo'ladi. Shu paytda agar ekib bergan bo'lsangiz, o'sha qattiq sovuq bitta uradi tepasini. Agar bu ko'chatingiz tomir, ildiz tomiridan tayyorlangan bo'lsa, yana qayta tagidan o'sib chiqadi. Agar bu niholcha urug'dan tayyorlangan bo'lsa, u urug' tomiri bilan ketadi, buni boshqatdan ekish kerak bo'ladi. Demak, aziz do'stlar, niholchalarni agar kutib turib bemalolchilik bo'ladigan bo'lsa, 10-apreldan keyin ekkaningiz yaxshi, 15-avgustgacha. 10-apreldan 15-avgustgacha ekaverasiz. 15-avgustdan keyin ekilgan niholchalar yerga o'rnash qiyin bo'ladi, o'sishi ham, rezultati ham juda past bo'ladi. Shuning uchun 15-avgustdan keyin uje niholcha ekmasdan, undan ko'ra kutib turib, kuzda o'sha noyabr, dekabr oylarida bir yoshli ko'chatlarni ekkaningiz yaxshi bo'ladi aziz do'stlar. Ana endi niholchani qanday ekish kerak? Shu to'g'risida videorolikni ko'rsalaringiz bo'ladi. Uni ham videoroligini qo'yamiz. Va niholcha ekishda bitta eng asosiy narsaga e'tibor beringlar. Niholchalar ekiladigan yeringiz bir kun oldin zo'r namlagan bo'lishi kerak. Bir kun oldin sug'orilgan bo'lishi kerak. Sug'orilgandan keyin biz ko'rsatgan videorolikka asoslangan holatda chiroyli qilib eksangiz, yozda saratonida eksangiz ham ko'kilaveradi inshaalloh. Shuning uchun aziz do'stlar, niholcha ekishda agar kapilniy sistemani o'rnatgan bo'lsangiz, kapilniy sistemada yerni bitta namlab olasiz, zo'r qilib, ana undan keyin ertasiga yoki uzog'i indiniga niholchalarni ekishni boshlayverasiz. Yerga kirgan paytingizda oyog'ingizga yopishmasa bo'ldi, kirib ekaverasiz. Ana endi videoroliklarni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz hamkorlarimiz. Siz bilan hamkorlik qilganimizdan xursandmiz. Hozir Pavlovniyani qanaqa qilib ekish to'g'risida video qo'llanma tayyorlaymiz. Ushbu video qo'llanma asosida ekilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Birinchi Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Imkon boricha esdan chiqarmaslikka harakat qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu 70li agatimiz. 70li agatlar ko'pchilik biladi qanaqa bo'lishini. Ayrim odamlar bilmasliklari mumkin. Mana shu ariqning o'rtasidan, mana bu ariqning o'rtasigacha mana shu oraliq 70 chiqsa, 70li agat hisoblanadi. 70li agatga Pavlovniya ekilgan yaxshi. Chunki buni tajribalarimiz asosida o'rganib chiqqanmiz. 60li, 70li, 80, 90li agatlardan ko'ra eng maqbul 70li agat hisoblanadi Pavlovniya uchun. Mana endi bu agatni ustidan chuqurchoq cho'laymiz Pavlovniya ekish uchun. Yaxshilab yumshatib olamiz. Chuqurligini 40 santimetrlargacha cho'langani yaxshi. Imkon boricha yerda chuqurroq haydab bilsa, mana shunaqa tagi qattiq bo'lmaydi. Sayoz haydalsa, shunaqa tagi qattiq bo'lishi mumkin. Bu Pavlovniya uchun minusga ta'sir qilishi mumkin. Tagi yumshoq bo'lsa, xudo xolasa plyusga ta'sir qiladi. Tagini yumshatib oldik. Mana endi bu turpoqqa diagonus qo'shamiz. Diagonus kerak bo'ladi Pavlovniyani ekish uchun. Diagonus olishda e'tibor beringlar. Mana shunaqa juda ham sifatli diagonus ishlatilgan yaxshi. Agar sifatsiz diagonus ishlatiladigan bo'lsa, Pavlovniyaga minusga ta'sir qilib qolishi mumkin. Ya'ni zarar yetkazishi mumkin. O'shuning uchun toza diagonus bo'lsa qo'shinglar. Qo'shib ekinglar. Agar toza diagonus topolmasalaringiz, shu sifatli diagonus topolmasalaringiz, chirinni, go'ng yoki shunaqa narsalar qo'shib ekmaslikni maslahat beraman. Mana
Biyagumuz qancha qo'shilishi kerak, qancha solib ekilishi kerak. 1 kilodan 5 kilogacha biyagumuz solib ekilaveradi. Biyagumuz foydasi juda ham zo'r, xudo xolasa, biz sinab ko'rganmiz. Biyagumuz solinmasdan ekilgan bilan biyagumuz solinib ekilgan pavloniyada 2 barobarga farq qilgan. Ayniqsa kuzda ekiladigan hujjatlarga ko'proq solingani yaxshi biyagumuz. Mana biz hozir taxminan 1 kilodan oshiqroq biyagumuz soldik. Mana endi buni ichidagi tuproqqa aralashtiramiz. Aralashtirilganda ham yaxshiroq aralashtiramiz. Xudo xolasa yaxshi aralashdi. Mana endi ko'chatni qo'yganimizda mana shu pushtani tepasi bilan mana ko'chatni tepasi bir xil kelish kerak. Bir xil kelmasa cho'lab olamiz. Mana endi bir xil bo'ldi. Biyagumuz aralashtirilgan turpoqni shu tomirini atrofiga qo'yamiz. Undan oldin atrofiga bunaqa chiqib turgan tomirlarni o'rtasiga qo'yaveramiz. O'rtasiga qo'yishda tomirni ehtiyot qilamiz, sindirib olmaymiz. Mana shunday qilib qo'yib, endi mana bu biyagumuzli turpoqni pavloniyani atrofiga tortamiz. Endi qatiramiz buni ozgina qatirdik. Mana endi bu ustiga cho'lab olingan turpoqni solamiz. Mana endi turpoqni qatirib chiqamiz. Mana ekkan ko'chatimiz. Ko'chatimiz qayerga ekilganini bilib turish uchun 1 sm chiqib turgani yaxshi. Mana ko'rinib turadi qayerga ekilgani. Mana ko'chatimiz. Mana shu videoga qarab, xuddi biz aytgandek qilib eksalaringiz, inshaalloh juda ham chiroyli natija bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.